O'rtoqlar. Assalomu alaykum hammaga. Xush kelibsizlar hammalaringizni ko'rganimdan xursandman. Keyingi bo'limda do'stlarim, qadrli qadrdonlar, Usta Gaming kanali sodiq va ashaddiy muxlislari. Mening do'stlarim, qalaysizlar bolalar? Ahvollaringiz yaxshimi? Sog' salomatmisizlar? Va Atom 10 modini keyingi bo'limidamiz. Aslida qishloq topgandan keyin yoqmoqchi edim videoni, lekin juda chiroyli narsaga ko'zim tushib qoldi. Mana bu go'zallikni qarang. Ko'ryapsizlar, ashshi zo'r ekan bu. Shuni ko'rsatmasam bo'lmaydi dedim va uni yoniga yana biz uchun maxsus qilib juda chiroyli qo'shib qo'yib berishdi orqa fonda. O'shanga sizlarga bu go'zallikni ko'rsatgim kelib qoldi. Minecraft'damiz o'rtoqlar. Ikkinchi bo'lim. Atom All the Mods 10 seriyalari davom etadi. Mine Colonies'ni xudo xohlasa ajoyib darajaga olib chiqamiz. Wow. Shunchaki bomba. Mana bu joyga chiqqim keldi, tepada nima borligini ko'rgim keldi-yu. Lekin mayli. Hozirgi maqsad nima? Hozirgi maqsad qishloq topish. Aslida qishloq topishning o'rniga ham joylashadigan, yashaydigan joy topish, ya'ni chiroyliroq qanaqa bo'lsa ham mayli, farqi yo'q. Yashashga joy topsak bo'ldi. Ko'zimizga yoqadigan, qulay joy topsak bo'ldi yashashga. Qolgani keyinchalik hal bo'lib ketaveradi. Wow, o'tlarni balandligini qarang. Ammo yashil zonaga kirganimiz menga juda ham yoqayapti. Cho'l, haligi rang-barang, qop-qora joylardan ko'ra yashil joyga kirganimiz juda ham ajoyib bo'ldi. Endi creeperlardan qo'rqmasak ham bo'ladi. Hech qanaqasiga, xudo xohlasa. Nimaga unaqa deyapman do'stlar? Oyoq kiyim topib oldim. Mana ko'rishlaringiz mumkin. TNT oldim, ikkita kitob, Emerald, Slime Ball va oyoq kiyim topib oldim. Mushukchani oyoq kiyimi. Menimcha endi umuman yonimizga yaqin kela olmaydi creeperlar. Mushukchamizni uyga qo'yib qo'yamiz. Birorta uy topsak, uy qursak, qishloq topsak, o'sha joyga mushukchamizni dam olgani qo'yib ketamiz. Mushukchamizni o'zimizni olib yurmaymiz. Shunaqa, o'zlaringizdan so'rasak, o'zlaringizda nima gaplar borlar? Men bitta xaritani ochay. Biz hozir mana bu yerdamiz. Kemamiz o'zimiz bilan birga. Lavalar, ammo qishloq ko'rinmayapti-da. Bola qishloq ko'rinmayapti negadir. Mana bu joyda nimadir bor ekan. Stop, bu joydan o'tdimmi men? Mana shu. Mana shu qishloq emasmi? Yo'q, menimcha bu osmonda uchib yurgan uyni ko'rsatyapti. Shunaqa bo'lsa kerak. Bu boshqa narsa. Xolos qishloq emas. Bu aniq. Chunki men qaysi tomondan kelyapman? O'zim ham bilmayman, bolalar. Men juda uzoq yo'l yurib bordim-da. Mana bu manatlarda qayerdadir eslaringizda bo'lsa darajali uy bor edi. Adashmasam men bu yerda edi. Shu yerdan yurib, manatlardan o'tib, aylanib kelyapmiz-da bu yerga. Juda uzoq yo'l yurib bordim. Bitta xaritaga belgi qo'yib qo'yaylik, shu tomonga qarab yana yurishda davom etamiz do'stlar. Sarguzashtlarimiz davom etadi. Tayyor bo'lsalaringiz biz yuraveramiz. Aslida-chi, xaritani mana qop-qora joyga ham bitta borib ko'rish kerak. Hozir prosta o'ngga qaytsak bo'ldi ekan. Mana yerga waypoint qo'yib qo'yaman, T degan. Biz mana bu tomonga yurib ko'raylik, o'ng tomonga. Nega unaqa? Haligi qora narsani ko'rmoqchiman nimaligini. Qora narsani nimaligini ko'rmoqchiman. Agar meteorit bo'lsa, men o'ylagan narsa bo'lsa, olib ketamiz-da. Men o'ylagan narsa bo'lsa olib ketamiz. Applied Energetics degan mod bor. Shu meteorit emas ekan. Kechirasizlar do'stlar. Neft ekan. Qop-qora neft. Neft ekan. Keyin bir nechta yo'lda sigir o'ldirishga muvaffaq bo'ldim. 11 ta terimiz bor. Nasib bo'lsa ot ko'rsak, bitta otani o'rgatib, xudo xohlasa ot minib yuramiz. Ot bizdan ko'ra ancha tez yuguradi baribir ham. Ot minib, dikir otda sayohat qilib yuramiz. O'shanda bemalol bo'ladi. Nasib bo'lsa katta qishloq qurib olamiz, shahar qurib olamiz, nasib bo'lsa bolalar, ashshi zo'r bo'lib ketadi. Mine Colonies'ni boshlaymiz-ku. Lekin bitta qishloq topkim kelyapti-da. Qishloqda nima qilasiz usta aka? Shundoq o'zingizdan boshlasangiz bo'ladi-yu deyapsizlar. To'g'ri do'stlar. Baribir odam nima desam? Boshqa kishilar yashaydigan joyda joylashish men uchun qiziqroq tuyulyapti, yaxshiroq tuyulyapti. Shunga rozi bo'lasizlar endi. Lekin baribir fikrlaringizni kutaman kommentariyada.
Agar bu bo'limda ham qishloq topa olmasak, do'stlar, qaranglar. Oxirigacha ko'ringlar videoni, xudo xohlasa. Agar bu bo'limda ham qishloq topa olmasak, siz nima deb o'ylaysizlar? Birorta ochiqroq, tekisroq joyga joylashaveraymmikan yoki baribir ham qishloq qidirganim yaxshimi o'zim uchun? Fikrlaringizni kutaman, bolalar. Nima deb o'ylaysizlar? Aka qishloq qidirganingiz baribir yaxshi, qishloqda zo'r narsalar bo'ladi desalaringiz, qidiraveraman. Agar yo'q aka, bosavering, shart emas desalaringiz, shart emas. To'g'rida nimadir bor. Lekin hech narsa ko'rinmayapti. Xaritada hech nima ko'rinmayapti. Buni olib tashlasak, oh my god, menimcha shahar topdik-ku. Mana qarang. Menimcha shahar topdik-ku. Qishloq qidirib. Agar o'zimizga yoqadigan joy topa olmasak, bu bo'limda ham, boya aytganimdek, kommentariyada fikrlaringizni kutaman, do'stlar. Agar joylashavering desalar, joylashaveraman. Yo'q aka, qidirganingiz yaxshi desalar, qidiramiz. Kelishdik-a? Kelishdik. Wow! Yo, do'stlar, osmonda uchar shaharlar. Ana uni qarang, uchadigan havo shari, vashshimi? Tak, bularni kiyamiz. Yana nimadir oldimmi? Bosh kiyim oldim hamani. Ender Pearl, yes, Endermandan chiqadigan narsa. Ustimizga ham kiyim bo'ldi teridan. Va arqon 10 ta. Yaxshi. Buning ichida nima bor? Emerald. Bu yaxshiroq ekan, do'stlar. Biznikidan ko'ra yaxshiroq ekan. Misdan bo'lsa ham, zato har nada. Endi temirdan deydi. Temirdan yaxshimi, misdan yaxshimi, bola? Va umbrella. Oh, yes. Men uni olaman. Yaxshi. Buni qayergadir qo'ysa bo'lardi. Yo'q, umbrellamni qaytar. Zo'r narsa bu. Menga yoqadi. Qaytar umbrellamni. Buni qalqon sifatida ishlatsa ham bo'ladi, birinchi navbatda. Eng zo'r tomoni. Qalqon sifatida ishlatsa ham bo'ladi. Bunday qilsa qalqon bo'ladi. Va bo'ldi, qo'limizga soyabon olib yuramiz endi bu yog'iga. Otga egar topdik. Endi sizlarga savol. Redstone alloy. Mana bu zo'r narsa. Hop, patni tashlayman. Musorga. Abyssal tash degan kitob. Temir tashlayman. Endi exposed bo'pti. Ot deganini ham tashlaymiz. Mana bu zo'r narsa. Bunaqa alloydan kerak. Buni ham tashlaymiz. Turaversin ekan. Hop, bu 6 armor beradi. 2 armor, 5 armor. 2 armor, 4 armor plus knockback resistance. Bo'ldi, o'zimizniki yaxshi ekan. Bitta mana buni temir qilsak bo'ldi. Oltinni olib, temir qilsak, ana. Qolgani yaxshi. Voy, bizni nimadir uryapti. Qoch! Nima u? Mushukcham, qarasang bo'lmaydimi? Endi uxlab turish kerak tezda. Hali ket tushmadi deyapti-yu. Soyabonda zo'r ko'rinadi ekan-a? Personajimiz. Hop. Kemamizni oldik. Ana endi tepadan xohlagan joyimizdan sakrasak bo'ladi. Oh my god. Ajdarni qarang. Mamlarni qarang. Surdik battan. Battan surdik bolalar. Ana ajdarni ko'ryapsizmi? Vosh katta ekan. Suvga tushsam aniq o'laman. Uxlasak bo'ladimi? Okay. Oh my god. Mana bu osmonda uchgan shaharning soyasiga skeletlar yurgandi-da.
Osmonda uchgan shaharning soyasida skeletlar yurgani uchun shunaqa bo'ldi. Kunduz kuni bo'ldi. Endi anchagina ishlarimiz yaxshi bo'lib qolsa kerak. Osmonda uchayotgan havo shari, u yoqda yana qanaqadir narsalar bor. Do'stlar, tezroq uchishni boshlashimiz kerak bor-ku. Biz ham osmonga uchishni boshlaganimizda shunaqa joylarga yetib borsak bo'ladi, lekin hozir yetib bora olmaymiz, afsuski. Soyasini tushganidan qop-qorong'i bo'lib ketganini qarang hamma joyda. Yo'q, mana yerdan tepaga chiqsam bo'ladimi? Ketdik. Let's go. Tepaga. Soyabonimiz bor, tepadan yiqilishdan qo'rqmaymiz. Hech qanaqasiga. Yaxshi. Qani. Bo'ldim, shatda to'xta. Bo'lmabdi unda. Mayli, zato uchamiz endi. Qishloq, yes. Qishloqqa uchib boramiz, ketdik. Vatatatata, yuhu. Oldinga harakatlantirishgacha, davay. Soyabon zo'r narsada. Maza. Hech qanaqasiga tepadan yiqilishdan qo'rqmaymiz endi. Ketdik. Qishloq ham shahar ekan, o'ta katta qishloq ekan. Yangi quest bajarildi. Qishloq topding deyapti. Qishloq topish degan bizga o'zi missiya bergan ekan. O'shani qilding deyapti. Bilaman do'stim. Men bu missiyani o'zimga o'zim ham qo'ygandim-ku. Qishloq ham o'ta katta qishloq ekan, Wow. Yaxshi joymi? Bilmadim. Botqoq. Qanaqadir botqoqqa o'xshagan joy ekanda bu. Odamlari ham yo'q. Hech kim yashamaydigan qishloq topib qo'ydikmi? Yo'q, odamlar bor ekan. Hello, janob. Hormang. Bu qanaqa qishloq? Qayerdaligimni ayta olmaysan menga mabodoga? Kofeni daraxtidan olib kelsang, emerald beraman deyapti. Bu atrofda kofe o'sadimi, aka? Kofe o'ssa olib kelaman. Large. Mana qanaqa daraxt? Zilkova. Bir chekkadan qishloqni ko'ra, menga uncha yoqmadi bu joy, bolalar. Men to'g'ri tushuninglar, meni kechiringlar. Usta aka, yana aylanib yurasizmi shuncha hamma joyda deyapsizlar. Do'stlar, menimcha shunaqa. Menimcha yana aylanamiz. Ammo anvil bor ekan. Fletching table, smithing table, grinding stone. Hamma narsa bor ekan, bolalar. Hamma resurs bor ekan bizga kerakli. Hamma yo'q bor ekan. Bunday qilib kitobni batga qo'ysam. Flint olsak kerak emas. Yo'q, vaqtinchalik shu yerda rivojlanib keyin ko'chamizmi? Haligi nimani qilmay turamiz-da? Nomi nima edi? Mine colonyni boshlamay turamiz, chunki bu yerlar botqoq, o'rmonga o'xshayapti-da, yaxshi joyga o'xshamayapti. Plastic drinking hat. Nima degani bu? Hello, amaki. Stikka sotasizmi? Emerald. Seriously. To'xtab turing. Siz qimirlamang unda. Unda siz qimirlamang, amaki. Menga qarang. Amaki, men hozir stiklarni dahshatlarini olib kelaman. To'ldirib kelaman stikdan hamma yoqni. Xavotir olmang. Xo'p, bundan mana bu olinadi. Bundan stik olinadi. Bundan bu olinadi. Bundan ham stik olinadi. Qayerga ketdingiz? Emeralddan cho'zing bu yoqqa. Tugab qoldi deyapti. Yo'q-ku. Hozir amaki boplayman men. Amakini boplaymiz. Mana yeb tashlaylik. Shu yerda qoldik menimcha endi. Do'stlar, vaqtinchalik shatda yashab turamiz. Hamma narsalarni olib ketishimiz kerak chunki. Zilkova daraxtini chopib turib
Yaxshi. Nechta daraxt bo'ldi bizda? 56 ta. O'ta go'zal. Joy qolmabdi. Bunday qilsak. O. Davay, stiklar tugab. Yexe. Narsalar tashaveryapti-yu bu. Ketdik. Amaki! Emerald amaki. Stik olib keldim. Tugadimi? Okey. Yana olib keldim. Mang. O. Yana tugadimi? Stop. Birorta cheska narsalarini tashlab olmasam men. Xo'p. Ketdik, narsalarni bu yoqqa o'tkazaylik. Jota bizga stik qilishga joy qolmay qolyapti. Ketdik-ku. Emerald amaki, hozir men sizgacha stiklarni qonini olib beraman. Qarab turing-da. Tak, stik. Mana. Yo, bunaqa emas. Bunaqa stik. Emerald amakijon. Qani men bir ko'raychi sizni endi. Nechta emerald berasiz? Faqat ketib olmadingizmi? Surib olibdilar-yu. Amaki! Qani siz? Ketmang, iltimos. Emerald amakini ko'rmadingizlarmi? Ha, mana ekan. Ha, bo'ldimi? Bo'pti. Yo'qoling, bo'pti, kerak emas. Ertaga kelamiz. Siz kofe olardingiz, sizchi? Ha? Bible. What? Ha? Okey, kerak emas. Siz nima qilib berasiz? Emerald amaki ekan-ku siz ham. Yaxshi, ikkita emerald amaki topdik. Yaxshi. Stikimiz tugadi. Ashta turib turinglar-da, men hozir kelaman. Ikkovlaringiz ham ko'rinishlaringiz bir xil ekan. Yaxshi. Bu kishi bekorchi ekan-a? Bekorchi amakini menga beraverasizlar. Bekorchi amaki men ish topib beraman-da. Zo'r ishlardan topib beraman. Arklo. Bam. Bam. Emerald amaki. Olib keldim. Ko'p olib keldim. Davay. Business. Ha, o'rtoqlar. Bo'ldi, sotishdan to'xtadi. Ta emerald, let's go. Bitta 21 ta bor. 1 stak emerald. Yexe, bunaqa kunlarni ko'raman deb o'ylamadim. 30 ta plus yana. What the heck? Yordik bolalar. Savdo sotiqchi. Mushukchani qarang, dam olishini. Savdo sotiqda yordik. Botladik. Qishloqda ham hamma joyni menimcha lut qilib bo'ldik deb o'ylayman. Mana uylarni ko'rmabmiz. Okey, ularga mos kirib chiqamiz. Bu yer ko'rilgan. Mana bu joylarni bitta ko'raylik. Eshigini topish muammo ekanda. Bittasi o'ngdan qurilgan bo'lsa, bittasi chapdan qurilgan bo'ladi. Qarang, mana bu eshigi qatta mana. Voy! Ha, bu yoqda ekan. Hello, bundan yo'qda. Aslida patlarni ham olaveraman. O'q yasashga kerak bo'ladi. Soyabon. Non, olma. O'zimizda bor narsalar bu. Xo'p, ye. Voy. Nima edi? Hello, hormanglar. Kitoblaringizni olib ketaman, afsuski. Mendan rozi bo'linglar faqat. Men buni zo'r maqsadlar yo'lida ishlataman-da. Sizlar menchalik ishlata olmaysizlar kitoblarda, ishonaveringlar. Shuning uchun. Bo'ldimi? Lekin unchalik ham boy qishloqqa o'xshamadi. Regeneratsiya.
Bu menimcha sehrgarlik qanaqadir. Da. Kitoblarni olaman. Bo'ldi. Kitoblar. Onion ring. Shu uzuklar, shular nima qiladi ekan, ha? Bularda taqiyapmiz, foydasi bormikan ish qilib? Hozir mana artefaktni qarang, mana upgrade qilsa bo'lar ekan, misol uchun. Upgrade point bitta bor. 6.4% progressda, ya'ni ishlataverganimiz sari kuchayib ketaveradi-da bu. Statistikasi, ana endi nastroykasi. Okey. Davay, upgrade bo'limiga o'taylik mana. Glidingni upgrade qilamizmi yoki qaranglar, ko'proq uzoqroqqa uchsinmi yoki qalqonni yaxshiroq bo'lsinmi? Ya'ni ko'proq narsani qaytaradigan qalqon bo'lsin. Menimcha uchish bizga foydaliroq deb o'ylayman. Lekin qo'shib, okey, birinchi tanlab turib, mana uni bosamiz ekan. Ana, upgrade bo'ldi, birinchi levelga chiqdi. Yaxshi. Demak, qolgan kiyimlarimiz ham ishlatib kiyib yurganimiz sari nima bo'lar ekan? Siz bekorchimi? Men bilan ketasiz unda. Bu yoqqa keling. Qayoqqa borasiz? Men bilan ketasiz. Bekorchilar mumkin emas. Bekorchi yurishi. Sizga men ish topib beraman. Zo'ridan. Hormang, siz ham bekorchimi? Va, endi nima qilamiz, ha? Endi men bilan ketasiz. Nonlarni olamiz. Nonlar foydali. Ana. Hop. Bo'ldi menimcha. Bu joyga bitta ko'raylik. Golden shovel. Siz kimchi? Siz ham bekorchimi? Bo'pti, menimcha menda bekorchilar yetarlicha bo'ldi-da. Siz ham olib ketardimi? Bekorchilarim o'zi shundoq ham o'zimda ko'p. Shuning uchun sog' bo'lasiz. Menga unchalik ham ko'p qishloqchi kerak emas. Albatta bekorchilar ko'p ekan o'zi. Bu yoqqa kirib ko'rdik. Xullas, mana qishloqni lut qilish bilan o'tkazdik kunimizni, lekin bu qishloq menga yoqmadi. Mana uni ko'rmadik-ku. Qavatli bino. Oh yes. Bir narsa, leksiya joy. Bu nima? Men kitoblarni olaman, bo'pti, nima bo'lgan taqdirda ham. Silver, copper, gold. Podium nima qiladi? Ice and Fire Community'ni kitobi bor ekan. O'qib ko'ramizmi? Introduction. Ice and Fire'ga xush kelibsiz. Menimcha buni-chi libo joydan topsak bo'ladi. Shuning uchun shart emas. Ice and Fire modining kitobi. Bu nima? Manuskript. Bu-chi qog'oz. Qog'oz 8 ekan. Qog'ozni bering. Men qog'ozni ishlataman-da hali kelajakda. Mana buni tepasi bo'm-bo'sh ekan. Yaxshi. Va o'rta mana bular to'planadigan joy. Bitta o'tib dam olamiz. Undan keyin nima qilish haqida o'ylab ko'ramiz. Aslida emerald amakilarni o'zimiz bilan olib ketsak ham bo'lardi. Bo'lmaydimi? Az narsalarimni qo'yaylik albatta. O'chamizga. Biz o'chamiz mana shunda. Bizda joylashgan o'chamiz qani? Esimdan chiqarib qo'ydim qaysiligini. Bo'lmas. Mana bunisi, okey. Emerald amakilarni bittasini olib ko'ramiz. Agar olib bo'lsa, olgandan keyin yerga qo'ysa, yana ishlasa, ikkovini ham olib ketaman ularda. Chunki emeraldni nimasida endi ular bazasi bo'lib xizmat qiladi biz uchun. Stik oddiygina-ku. Emerald amaki mana yana sotishni boshladi bu kishi. Mana emerald amakini oldim. Hali ham ekan. Wow, emerald amaki men bilan ketasiz. Lekin bu kishini bilmay ishlatib qo'ymasligimiz kerak. Nomi Fletcher ekan.
Bitta fermer ham bor. Bular bekor vaqqonlar, 4 ta bekorsozlar, bitta fermer. Aslida fermerni ham metal farmga qo'yamiz. Nargi amaki chiqqani. Nargi amaki siz edingiz, ha? Da, sizni ham olaman. Bu yoqqa keling. Sizni ham olib ketaman. Ikkovlaringiz ham men bilan ketasizlar. Ana. Narsalarimiz shatda turaversin. Endi bitta qaror qabul qilaylik. Bu yerga joylashamizmi yoki joylashmaymizmi? Yaxshilab o'ylab ko'rib qaror qabul qilishimiz kerak. Endi barel yasaymiz. Xo'p, udalt qiladigan narsalarni udalt qilaylik. Mana. Bizga uning uchun redstone kerak bo'ladi, redstone. Aslida redstone ham shart emas. Battan yasashni boshladik. Barrel. Menimcha 4 ta yasaymiz. Sophisticated storage'ni barrelidan yasamoqchi bo'lsak, bizda large degan daraxt bor ekan. Okey, daraxtimiz yo'q ekan aslida. Zilkova. Bitta mana oq daraxt ham yaxshi daraxtda. Mana shu daraxt chopaylik. Birch. Da. Tak, bundan keyin nima olamiz? 20 ta yog'och olamiz, zo'r. Mana. Bu barelga mana bunaqa narsang yetmayapti, deyapti. Birch slab yetmayapti ekan. 6 ta bo'lsa 3 ta barelga yetadi. Okey. Va leverga esa tosh bilan stick bo'lsa bo'ldi. Tushunarli. Toshmi? Deep slate deyapti. Oddiy tosh. Prosta oddiy tosh olaylik. Mana. Bitta mana bunaqasidan qazib olaymi? Okey. Bo'ldi. Bir stak tosh. Ketdik. Mushukchalar, jim turinglar. Xo'p, sophisticated storage'ni barreliga, leverga bunday qilamiz. Mana. Aslida hozir bizga 4 ta barrel kerak-da. Mana bir stak toshimiz turaversin. Keyin bundan yasaylik. Ikkita bo'ldi. Savol, nima yetmayapti? Yana bitta plank yetmayapti ekan. Demak, usuli buni bunda joylashtirib chiqar ekan. Buni batga qo'yar ekan. Buni bu yoqqa, buni bu yoqqa qo'yar ekan. O'rtaga lever qo'ysa barrel bo'lar ekan. Mana 3 ta. Endi yog'och yetishmayapti xolos. Mana zalkovadan bitta chopib yuboramiz. Zo'r bo'lib ketadi. Ishlarimiz yurishib ketadi hali. Bunday qilsak 57 ta bo'lar ekan. 61 ta, okey. Buni qanday qiladi? Bunday. O'rtasiga lever. Ana. Keyin bularni bundan joylashtiramiz. Ketma-ket chiroyli qilib 4 ta. Ana. Juda ham go'zal ish bo'ldi. Bitta uxlab turaylik. Narsalarimizni hamma yoqda ko'chirib kelib, mashinaga solamiz-da. Sortirovka ham qilmayman hozircha. Hozircha sortirovka qilmay turaman do'stlar. Buni pishiramiz, o'zimiz bilan tursin.
Lavalarni ham nega olib kelganimni hozir tushuntiraman. Lavalarni olib kelganimning sababi ham bor edi. Ularni ham hozir chiroyli qilib tushuntiraman hammasini. Xo'p. Bularni olaylik. Backpackga tashlaylik. Keyin mana yerdan ustaxonalarni olib chiqaylik bitta-bitta. Blast furnace degan narsa bor edi. Shunga o'xshash narsalar bor edi-yu. Ustaxonalar. O'shalarni olib chiqaylik chiroyli qilib. Buni olsam magma blok. Ber. Ularni olamiz. Anvil olinadi. Xo'p. Grindstones, missing table, fetching table hammasi olinadi. Keyin yana hello amaki. Evoker fort attack plans. Okay. Sehrgarlik narsalarini sotar ekan bu kishi. Sehrgarlik narsalari kerak emas. Yana qanaqadir ustaxonalar bormidi? Bolalar. Menimcha yo'q-da. Eng kerakli ustaxonalarni oldik deb o'ylayman. Bitta hopper bor ekan, olamiz. Bu yerda furnace olamiz, mayli, baribir hozir yasashga to'g'ri keladi. Stone cutter olinadi. Ajoyib. Xo'p. Endi qaranglar. Ustaxonalar o'zimiz bilan tursin hozircha, bangma blok ketaversin. Voy, to'lib qoldi-yu barrellarimiz. O'zimiz bilan qishloqlarda olishimiz kerak bo'ladi. Temir, yog'och, shunga o'xshash narsalar. Biz bilan nitvit qishloqi keladi. Keyin bitta oddiy qishloq keladi. Xo'p, yana bizga kerakli narsalar. Ana endi o'zimizga kerakli narsalarni olamiz. Nitvit, oddiy qishloqi, fermer, uchovi bular ishchilar. Ular turaversin hozircha. Mana, keyin battan tosh, temir, yog'och, stik, bunaqa shisha kerak, esimdan chiqdi. Shisha kerak bizga. Flint kerak bo'ladi. Da, menimcha shu hozircha kerak bo'ladigan narsalar. Hamma ham o'zimizdan olib qo'yaylik. Va ko'mir kerak bo'ladi. Da, mana. Ishimizni pech yasashdan boshlaymiz. Pech yasab, pechimizni upgrade qilishdan boshlaymiz aniqrog'i. Temirga upgrade qilish kerak. Ana endi. Furnace, stone to ana u degan qani mana. Temirga upgrade qilish uchun. Bo'ldi, hamma yoq bor ekan. Yana bitta ber shuni. Xudo xohlasa endi ham o'lmasak kerak. Endi o'lmasak kerak, bolalar nasib bo'lsa. Tirs. O'choqlarimiz temirdan bo'ldi. Endi bitta quest liniyani ko'ramiz. Asosiy bo'lim mana. Bizga eritilgan temir bilan mislardan beradi. Va randomli mayli. Random reward. Okay, eritilgan temir. Hop, pikaks yasadik, olmos topdik. Quyosh paneli berdi. Okay. Ikkita olmos berdi. Yaxshi narsa. Endi redstone kerak. Palakat. Redstone'ga qazish ishlarini qilish kerak. Redstone hozircha unchalik ham shart emas. Da mana. Upgrade qildik. Upgrade qilganimizga yana XP berdi va upgrade qilganimiz uchun narsa bermaydimi? Stop. Storage bo'limiga o'tamiz. Mana basic storage. Hopper.
Upgrade. Ha, to'g'ri, to'xtaymiz. Storage ni upgrade qilmadik-ku hali. Power. Mana generator hamda furnace. O, rahmat. Boshladik. Bizga copper berdi. Endi copper furnace, iron furnace, stone to iron. Mana bu berar ekan. Bilmadim. Xo'p, shart emas. Bermasin, o'zimiz yasab olaveramiz. Nima kerak? Temirdan oltinga o'tkazish uchun o'ta ko'p narsa kerak ekan. Buncha narsamiz yo'q. Bo'ldi. Temir pechka yetadi. Ko'mirimizni mayda ko'mir chaqlaylik. 8 ta. 1 stak. Da. 1 stak mayda ko'mir qilib, yarmini bu yoqqa tashlaymiz. Bizga kerak bo'ladi endi yer. Ya'ni shisha. Ana. Tepaga chiqib olsak. Agar 20 tadan o'tgan bo'lsa, ketaversak ham bo'ladi bemalol. 34 ta o'tdi, let's go. Ularni shisha qilaylik. Yaxshi. Mushukcham o'zimmi? Hozir senga kravat qo'yib beraman, dam olishingga xavotir olma. Undan keyin drawer beribdi, quyosh paneli. Ularni bakpakka tashlab qo'yaveramiz. Ularni ham eritishimiz kerak. Copper ore. Mana buni Xamirimiz sindi. Afsuski, lekin endi xamir yasamay turaman. Chunki o'zimizga kerakda. Ana endi boshladik. Kuchukcha Easy Villagersdan boshlaymiz. Yasashni. Xo'p. Trader kerak. Voy. Bizga trader kerak bo'ladimi? Kerak bo'ladi. Avto trader kerak bo'ladimi? Kerak bo'ladi. Fermer kerak bo'lmaydi. Bo'pti, kerak bo'ladi. Breeder, converter, temir fermasi, inkubator va inventarni ko'radigan. U shart emas. Temir fermaga shisha yo'q. 5 dona va eritilgan tosh kerak ekan. Okey. Hammasi bor bizda. Bizda hammasi bor, do'stim. Hammasidan bor. Shishalarni olamiz. Mana shishani menimcha 6 tasidan 16 ta chiqadi-da. Bunday qilib 1, 2, 3, 4, 1 stak olsak, qolgan shishalarni asrab qo'yamiz o'zimizga. 10 ta shisha. O, juda ham go'zal. Endi tosh eritish kerak. Bittasida, ikkinchisida mana bu temirni eritib olamiz. Go'zal. Va temir fermasi. Eritilgan tosh yetmayapti va lava yetmayapti, xolos. Lavalarni bu yoqqa qo'yganman. To'g'rimi? To'g'ri. 2 ta, 3 ta, 4 ta lava. Mana lava bor endi. Endi ham nima deysan? Eritilgan tosh deysan, albatta. Eritilgan tosh 4 ta.
O'ta go'zal. Mana qanaqa edi? Temirlar, yo'q, shisha, temir, o'rtaga eritilgan tosh, keyin lava va shishalarni mana bunday terib chiqsak o'zimiz. Mana. Xo'p, lava. Ha, bunaqa shisha emas, mana bunaqa shisha edi. Laqmaga o'xshab qilgan ishim qarang. Tak. Eritilgan tosh, temir. Mana buni o'rniga yana bitta lava qo'ysak, yana bitta bo'ladi. Let's go. Va bularni bilasizlarmi, qanaqa qilib qo'yamiz? Qaranglar. Meni o'zimni o'ylashim, fikrim bo'yicha bularni pastdan qo'yib turib, tepasidan davay pastdan qo'yaylik. Mana qishloqlarni bitta-bitta qo'yib chiqaylik. Yo'qqa. Yo'qqa. Qayoqqa ketyapsan, Maraz? Menikisan sen. Temir fermamiz bo'ladi, ko'p bo'ladi. Va mana bu ham. Ana. Undan so'ng bu narsalarni o'zimizga olamiz qaytib. Eridi, temir eridi. Misda eritsin. Tosh eridi va ko'mir tugadi. Katta ko'mir bilan sen ham mis erisib tur-da. Xo'p, bizga kerak endi manatdan tak. Anchorda o'rnatdik. Zombi deymiz. O'chiramiz. Okey, zombi bo'ldi. Endi nomi nima edi? Golemmi? Iron Golem. Mayli. Iron Golem chiqsinchi. Endi esa bizga pipe kerak do'stlar. Pipe. Mana pipe. Xo'p. Pipelarda narsalari juda ham ko'p. Modern Dynamics degan joydan pipe olsak bo'ladi. Keyin Pipes degan joyda pipe bor, Oritechni pipe bor, Transparent Item Pipe. Bunga nima kerak ekan? Nikel kerak ekan. Va bitta nikeldan nechta berar ekan? 6 ta berar ekan. Nikelimiz bormi? Bor. Men nikel yig'ib kelganman. 9 ta nikel bor ekan. Buni 18 ta qilsak bo'ladi. Hozir hammer yasaylik. Ko'mir tugayapti. Bunday qilaylik. Mana. Chotki. Hamnikilarni eritamiz. Вообще zo'r. Do'stlar, xudo xohlasa, zo'r bo'lib ketamiz. Demak, item pipe. Faqatgina nikel yo'q xolos, qolgan hamma narsa bor. Undan o'zi 2 ta nikel kerak bo'ldi bizga eritilgan. 2 dona yetadi. Mana item, aslida shu item pipe'ni universal bo'pti, farqi yo'q. O'n ikkita pipe'ni joylashtiramiz. Undan keyin mana shu ovozni ham o'chirib qo'yamiz. Tamam. Ovoz o'chdi. Endi chiqmaydi nasib bo'lsa. Keyin xuddi shu Oritechni nimasidan kerak? Bizga range'dan kerak. Range'ga po'lat kerak ekan u.
Po'latni qayerdan oladi? Steel dust. Iron dust bilan. To'xta, nechta? Bir, ikki, uchta. Demak, 3 ta temir kerak-da. Hozir ko'mir yarmini olaylik. Savol. 1, 2, 3 ta. Endi bunday ko'mirlar 4 bunday. Steel 1, 2 ta. Ko'mirimiz yetmay qoldi. Uchta. Nikel eribdi. Po'latni eritamiz. Yaxshi do'stlarim. Anchagina o'zgarish katta, xudo xohlasa. Bularni qurib turaylik ozcha. Mana. Ana. Endi esa po'latni oldik. Bitta gazli kulcha solsak. Juda ajoyib. Bu gazli kulcha yordamida nima qilamiz? Ana o'tirsin. Qanday qiladi uni? What? Uzib qo'yapti-yu bu lekin. Stop, Oritek deb yozaylikchi. Oritek. Voy, narsalarni qarang. Assembler, disassembler, machine frame. Oritek 2 nuqta yoki bu nima o'zi? Xo'p, ikkinchi bo'lim pipelar bo'limi mana gazli kuch. Configure pipes or to zip line. Hold Alt for documentation. Okay. Dokumentatsiya. Mamlaqa qilib, yo'lakchalardan sakrab o'tsang bo'ladi, deyapti. Xo'p, tushunarli, yaxshi. Endi pipe. The wrench helps you to tune your pipe's networks. Toggle. Click end of a pipe where you connect to something else to turn that connection on or off. Click end of a pipe where it connects to something else. Quick pickup. Shift right click. Demak, qo'limizga ushlaganmiz. Aytishi bo'yicha, agar adashmayotgan bo'lsam, qayerda tugagan bo'lsa, anshanga qarab turib, bitta bosib qo'ygin deyapti. Yechib oldi-yu bu. Yoki batgan. Baribir yechib oldi. Prosta o'ziga bosib qo'ysa bo'ldi ekan. Aytmaysizlar ham. Mana bunday qilar ekan. Loymisizlar. Mana narsalar o'taveradi endi. Bo'ldi, chotki. Endi tushundim. Ahmoq ekanman. Okay. Gazli kuch kerak bo'lmagan ekan. Prosta qo'lda qilsa ham bo'lar ekan-ku. To'g'rimi axir? Yaxshi zo'r narsa ekan-ku. Mana hamma yoq zo'r ishlayapti, chotki. Narsalarni sortirovka qilmay turaman hozircha. Temir firmamiz bor. Juda go'zal. Endigi navbat. Boyagi trader bor edi-yu, Emerald amaki, o'shalarni avtomatik qilib qo'yishimiz kerak. Amaki, siz nima aytdingiz? Ko'mir ekan bu. Yo'q, kelingda. Agar ko'mir bo'lsa, demak, kelajakda do'stlarim, bu
maxsus rudalardan ham beradi-da. Yo, armor deyapti-yu. Yo'q, zo'r kiyimlardan beradi. To'g'ri. Zo'r kiyimlardan beradi. Qancha ko'p savdo qilsak, shuncha upgrade bo'ladi va upgrade bo'lgan sari qimmat narsalar berishni boshlaydi va shuning uchun buni olib qo'yamiz o'zimiz bilan. Fletcher, ikkita Fletcherlarni olib qo'yamiz, fermerni olib qo'yamiz va armorni olib qo'yamiz. Aslida fermer kerak emas. Fermerni ko'paytirish maqsadlarida ishlatamiz. Endigi navbat bu inkubator, breeder hamda avtotrader. Inkubator bilan breeder bo'lsa kerak menimcha. Bitta yasaylikchi. Xo'p. Inkubatorga nimalar kerak? Oq jun. Masala lekin u. O'tirsan. Atrofimizda qo'ylar ko'p ekan, bitta shears yasaylik. Mana baliqlarni ham pishirishga qo'yib qo'yaylik. Yaxshi. Qo'ylarni junidan olib kelish kerak. Voy, sal qoldi. Yuragim yorildi. Wow. Qo'rqib ketdim. Tulkicha. Yaqinimga kelsang yomon qilaman. Nima? Qanaqadir boshqacha quyoncha. 7 ta jun bo'ldimi? Da. Sigirni terisini ham olib ketsak bo'lardi-yu, lekin mayli. 8 ta jun. Hay, olib ketaylik sigir terisini. O. Yana o'sib chiqdi juni. Abdullajon ekan bu. Bitta o'sib chiqdi juni. Menimcha, yana o'sdi. Rostdan ham Abdullajon ekan bu. Wow. Qani Abdullajondan yana bitta shedevr kutamiz. Qaysidir o'stirdi jun. Hay, bola vashi Abdullajon ekan bu. Vashi zo'r ekan. Bo'ldi, yetadi 19 ta jun. Ketdik. 19 ta jun yetadi. Yomg'ir quyib yubordi. Hello, teri. Uy. Bizda yana pishiradigan nimadir bormi? Bor ekanda do'stlarim. Bor ekanda. Mana. Xo'p, inkubator. Bitta. Keyin breeder. Breederga kravat kerak. Kravatni qanday yasashni bilaman. Tekshirib ko'ramiz endi. Inkubatorda qo'ydik. Villager input, villager output. Aha. Demak, bundan chiqar ekan. Da, endi buni tepasiga bundan qo'ysak. Yo, tepasiga qo'ysak, battan chiqib u yoqqa ketib o'radi. Shuning uchun ham nima qilamiz? Birinchi bo'lib pipe qo'yamiz. Qaranglar, reja. Rejani zo'rligini qarang. Birinchi pipe qo'yamiz va bundan chiqish qilamiz. Mana bundan chiqib ketadi. Keyin bu pipe'ni tepasiga mana bundan qo'yamiz. Mana.
Bundan bunday bunday qilamizda. Gazli kuluch ana endi yordamga keladi. Gazli kuluch yordamida mana uzamiz bu joyda. Yo'q, olib tashlama. Prosta o'rtasini ochmoqchiman, xolos. O'tgan safar qilding-ku, ablah, ha mana. Buni uzamiz. O! Bo'ldi, juda chiroyli. Bundan chiqadi. Bundan ham chiqadi mana. Bundan kelib, bunga kirib, bu yerda katta bo'lib kelib mana bunga kiradi. O! Juda go'zal. Endi ovqat bilan, fermer ham qilish kerak ekan. Okey, endi bitta fermer. Fermerga nima yo'q? Suv to'ldirilgan anov bilan yer kerak. Hozir boplaymiz buni. Yer olamiz bitta. Va bakalga suv to'ldiramiz. Qani, hoppa. Bitta fermer yasaymiz. Fermerni batga qo'yamiz. Gazli kuluch bilan fermer takini ham uzamiz. Mana. Lekin stop. Fermerni batdan qo'yish kerak ekan. Batdan emas. Jinni bo'lma. Tepasidan qo'y. Faqat men tomonga qarab tursin-da. Mana. Keyin bitta pipe qo'yamiz o'rtasiga. Va gazli kuluch bilan kerak bo'lmagan joylarni uzamiz. Tirs. Mana. Va bu yoqqa chiqish qilamiz. Juda go'zal. Xo'p, fermer. Bizda fermer bor. Mana fermerimiz bor. Bu fermerimizni joylashtirib, urug' beraymi shunda? Fermerga bug'doy bersam. Do'stlar, fermerga qaysi urug'dan bergan ma'qul? Unga bug'doy bersak non qilarmikan yoki kartoshka ekaylikmi, sabzimikan? O'ylab ko'rish kerak. Yashillarni bitta qarayda. Yashillarning ichida urug'lar bor edi-yu, ko'ramiz. Agar ovqatli urug'i bo'lsa, birorta qanaqa bo'lsa ham. Turnip, rozmari, karam, pumpkin, barley. Nonni fermer qanday qilib yetishtiradi, ha? Lettuce, potato, cilantro, tomato, mana. Bitta industrial hemp bor ekan. Davay, pomidor yetishtirib ko'ramiz, keyin kartoshka yetishtirib ko'ramiz. Qani o'shanda ishlaydimi yo'qmi tekshirib ko'ramiz. Bitta ham urug'lar bor edi-yu. Kadi bor ekan, asparaganus nimaligini bilmayman. Kadini urug'ini olib qo'yaylikchi. Voy, yo'limni to'sma meni. Ginger urug'i, corn, green bean, pineapple. Mana bu ham zo'r narsa. Pineapple, ananas, broccoli, sage, hop. Let's go.
qilyapsizlar, bosyapsizlar temirlarni. Sizga men birinchi o'rinda ananasni qo'yay. Mana. Ananas o'syapti. Sizga ovqat deb menda non bor, non beray. Hamma nonimni beraymi? Hamma nonimni beraman. Bu yoqqa ovqat deb nonimni beraman. Va ikkita qishloq kerak. Birinchisi bu bo'la qolsin. Yana bitta kerak-da. Ketdik, yana bitta olib kelaylikchi. Hello. Bekor so'zlar. Bekor so'zlar bo'lsa, darrov eshik deyapti. Eshik deyapganing foydasi yo'q. Baribir olib ketaman, yashirinman. Yaramas. Eshik deyapib, yashirinib oldi o'zicha. Men olib ketaman baribir buni. Buni bilmaydi. Keyin yaxshiroq ovqat ham qilish kerak. Mana. Bu ananas chiqaryapti-kan. Lekin nimaga bular olmayapti? Ananas ovqat sifatida o'tmas ekanda, chunki bo'ldi, ananas atmen. Ananas atmen, hoy. Bu ikki urar ekanda. Fermercha ananas atmen deyapman. Gapga tushunasanmi yo'qmi? Sen yaramasdi. Haliyam ananas ekyaptimi bu? Buni stop. Ananasini qanday to'xtatsa bo'lar ekan, ha? Qo'lga bo'ldi, oldim. Tushundim. Bo'sh qo'l bilan mishkani o'ng tomonini bossa, boyagi ananas turog'ini olar ekan. Kadeki bo'lmayapti-yu. Pomidor ekanmiz. Davay. Kadeki bo'lmas ekan, pomidor ekanmiz. Bitta bolacha tug'ildi bu ikkovidan va bolacha sekin katta bo'lib bu yoqqa o'tadi. Bular esa temirni bosyapti. Avtomatlashtirib yubordik-ku ko'p narsani. Temirimiz ko'p bo'ldi. Yana bitta bolacha tug'ildi bu. Unaqa tug'ib tashamanglar lekin, Unaqa ko'p tug'ib tashamanglar. Sekin tug'inglar. Bizda avtotrader bilan trader bor ekan. Shuni ham yasab ko'raylikmi? Lekin unga redstone bilan nezerit. What the heck? Redstone daslar. Qazishga ham kirib ketamiz ekan unda. Xo'sh do'stlar, epizodda mana shunda to'xtatsak bo'ladi. Men keyingi rejalarimizni o'ylab ko'rmadim-da. Hali nima qilishdi o'ylab ko'rsam, xudo xohlasa, agar yana mana bu narsalarimiz bor-ku, ustaxonachalarimiz, mayda-chuydalar, shularni ketma-ket chiroyli qilib joylashtiraman yonidan. Va keyingi bo'limda ko'rishamiz nasib bo'lsa. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar, sog' salomat bo'linglar bolalar. Ko'rganda ko'rishguncha. Bye.